Assalomu alaykum obunachilar. Biz Zakizinodagi domimizni bitirdik mana xudo xohlasa. Navorlarni qo'yib berdik, hamma narsasini. Hojatxona. Dush. Navorlarni ham yig'ib berdik. Xudo xohlasa ishimiz tugadi bitta zarra. Katiyolamiz. Aziz aka, bosimlarimni ko'rsating deymiz. Buni hali ishlata olmaymiz. Gazdan ruxsat bo'lgandan keyin ishlatamiz xudo xohlasa. 1,5 mart turibdi, mana ancha bo'ldi. Bosim qilib qo'yganimizga. Uyaltirmadi, hammasi yaxshi xudo xohlasa. Domda biza mana malyarlari ham qo'li gulagan. Ashti apshipkalarini ham malyarlari o'zi qilgan. Eng hadovoy sifati yaxshi ketayotgan unitazlarimizdan bittasi Koko. Bu sekin tushadi vakuumli. Yaxshi ishlatdik xudoga shukr. Hammasi yuzimiz yorug'. Bu hali ko'chib kelmagan, beparatli bo'lib yotibdi dedilar. Salomat bo'linglar hammanglar.